Birinchi misolimiz shu tenglamani ishlash kerak. Buni ishlash uchun bir usuldan foydalanamiz. Suratni o'zgartirib yozib olaman. A kvadrat o'sha -1 degan sonni +1 -2 deb yozib olaman. A kvadrat +1 teng. Bu suratni ham o'zgartirib yozaman. Ax -1 o'sha plus nabera qo'shib qo'yaversam hech narsa bo'lmaydi. Plus a kvadrat -1 degan sonni minusdan a kvadrat -1 plusdan 2 dona a kvadrat -1 desam bo'ladi. Mahrajinasi ax -1 minusdan a kvadrat -1. Endi o'sha joyini suratdagi shu joyini отдельный kasr etib, bu yon tarafini o'zini отдельный mahraj etib yozsam bo'ladi. Ya'ni a kvadrat +1 taqsim a kvadrat +1, ya'ni shu berilgan shu suratning shu joyi uchun shu mahraj. Qaytadan yana bu joy uchun yana shu mahraj. Xo'p. Minusdan 2 taqsim a kvadrat +1 teng. Endi bu misol uchun ham aynan shu joyi uchun bir mahraj, shu mahraj. Qaytadan bu joy uchun yana shu mahrajni yozamiz. Shunda bizning misolimiz ax -1 minusdan a kvadrat -1 taqsim ax -1 minus a kvadrat -1 plus 2a kvadrat -1 taqsim ax -1 keyin minusdan a kvadrat -1 bo'lar ekan. Endi o'sha kasrga e'tibor bersak, bu kasr bizada surat mahraji teng, ya'ni bu teng 1 ga teng. Bu yon tarafida ham surat mahraji teng, demak bu 1 ga teng. Shunda 1 minus 2 taqsim a kvadrat -1 plus 1 teng 1 plus 2 taqsim a kvadrat -1 taqsim ax -1 minusdan a kvadrat -1 ekan. Endi birlar ikkanda teng. Bularni qisqartirib beramiz. Qisqarib ketsa bu minus 2 taqsim a kvadrat +1 plusdan yo'q teng 2 ko'paygan a kvadrat -1 taqsim ax -1 minusdan a kvadrat -1. Endi bu bizada oddiy proporsiyaga doir misol bo'lib qoldi. Yana bir ikkilarni ham qisqartirib bersa bo'ladi, chunki baribir bular o'rta ko'paytirish yo'qolib ketadi. Ya'ni bu yerda 1 qoldi. Endi proporsiya etib ishlab olamiz buni qaychi usulida. Shunda 1ni bu suratga ko'paytirib, bu mahrajdan ko'paytirganim, ya'ni ax -1 taqsim minus a kvadrat -1 teng bu bo'ladi. Bu sonni buna ko'paytirganim, ya'ni bu bo'ladi shunda a kvadrat -1ni a kvadrat +1 ga ko'paytirganim bo'ladi. Minus qolib ketdi. Minusni bu yon tarafdagi shunda minusni bu yon tarafga ko'chirib yozsam hech narsa o'zgarmaydi. Qovusni ochib beraman. X minus a minusdan a kvadrat +1 teng. Bu yonni yozsak minusdan bu formulani beradigan 4+1 bo'ladi. Endi birlar ikkidan yo'qolib ketadi. Keyin hamma xatni bir tarafiga o'tirsam, a ning 4-si minus a kvadrat minus plus ax minus a teng 0 bo'ladi. A ga bo'lib bersak, a ning kubi minus a kvadrat plus x plus minus 1 teng 0.
Bizlardan a ni so'rab qo'yibdi. Yo'q, x ni so'ralgan. X so'ralgan bo'lsa, bu shunda a ga bog'liq ifoda chiqadi. Bu x. X ni qiymati 1 minus a kvadrat minusdan a kub. Yana qo'shimcha sharti bo'lsa, x ni yana ishlasa bo'ladi, lekin hozircha faqat tenglamani yeching degan shart bo'ladigan bo'lsa, x teng ifoda bo'ladi. Boshqacha soddalashtirib qo'ymaydi buni yana.